O sekin asta va nihoyat yetib keldim 100-qishloqqa va tormozni bosib qo'yamiz, durchjoyni ko'taramiz va hammaga assalomu alaykum jitellar, qandaysanlar? Zo'r, nima gap yo'q ha? Yo'q, hech gap yo'q. Jaknuy kelganim, jak qayerda edi o'zi? Shu tomondan Jaknuy. Ha, shu tomonda bo'lsa kerak. Oho, qishloqni jitel bosib ketganmi? Namuncha ko'p jitel. Voy, sanlar nima bunchalik tez ko'payishyapsanlar? Ko'p svet o'chyaptimi deyman qishloqda. Ha, mayli o'chayotgan bo'lsa aytib qo'yinglar elektrikka. Jak tuy qayerda edi? Mana shu ekan. Hozir kirib boraman. Endi o'tirganimda kim ekan, eshikni taqillatgan. Ochaychi. Jo'qa, yaxshimisan, tinchmisan? Yaxshi, o'zing qalaysan, Jak, tinchmisan? Ha, ishlar bilan charchamayapsanmi? Ichkariga kirish bepul, kirgin. Rahmat. Men pulni deb o'ylab o'tiribman tashqarida. Telefon olibsanmi? Ha, oldim. PUBG o'ynaymizmi shu bilan? O'ynaymiz, lekin bilasan, Minecraft legendaligini. Ha, Minecraft legenda. Nima xizmat? Bekordan kelmasding? Bo'pti, hozir telefonni ko'ra, keyin maqsad ko'taman. U iPhone ekan-u? Ha, mana ol. Ko'rar bemalol. iPhone 10 ekan bu. Ha, $1100 olgandim. Dahshat-u, iPhone yo'q-u, amalinchi u. Qarashdak maqsad ko'taman. Yangi mashina oldim shu desang BMW. Lekin garajimga sig'mayapti. Garajni kattalashtirish kerak. Bemalol kattalashtiramiz. Ketdik, bo'lmasa hashar qilamiz bugun. Mayli, ketdik unda, yur. Hozir 1 sekund kutib tursang, men jo'nab olayin-da, endi bilasan, оборот olib jo'nashim kerak. Mayli, ko'chada kutib turaman. Nima kutib turasiz? Izingdan boryapman, men hozir kutib tur mana. Xo'sh, yaxshi. Hozir bitta qazlashib o'raman Jak bilan. Telefonni yashirib qo'yinchi, qanaqa talvazaga tushar ekan. $1100 ga ham oladimi bu telefonni? Bo'lmaydi-yu. Mana boryapman. Kel, tez. Mana chiqdim, ketdik, boraylik. Hozir ko'rsataman senga qanday mashina olgan. Qip-qizil qizlarning mashinasiga o'xshaydigan mashina olganman. Atak o'zim haydab yuribman. Mayli, ketdik, ko'raylikchi, qoni ancha qiziqib ketyapman. Korotchi, mana garaj ko'ryapsan. Sig'mayapti. Buni sal enliroq qilish kerak. Ya'ni mana yonidan qo'shamiz. Shunaqa bilar ekansan, mana narsalarni olgan. Sen garajni eshigini beraman. Keyin teshigini bermayman, chunki teshigi yo'q, bilasan-ku. Daraxt beraman, daraxt bilan qurilish ishlarini olib borasan, hamda senga yana tosh beraymikin? Tosh beraman albatta. Hozir avvalgi toshlarimni cho'ntagimga solib yurgandim, bittasi tushib qopti, yaramaslar. Ish qurollari qani? Ish qurollari albatta bilasan, uyimning ichida bor. Ya'ni xonamning ichida omborxona bor o'sha. Qaror, mana bu ko'cha chirog'ini ham yo'q qilish kerak. Keyin hozir ko'rsataman mashina. Ko'ryapsanmi qanday takoy mashina turibdi? Bo'ldi. Qaror, hozir minib ko'ramiz birgalikda. Sen ham minasan, xo'pmi? Bo'ldi, birga kelaylikchi. O'zi shunaqa mashinani xohlagandim, o'zi olishingni. Bo'ldi, yur, davay ketdi. Hozir sen oldiga o'tirasan va o'zim haydayman, xo'pmi? Bir rulga o'tirib ko'ray. Mayli, bir marta o'tirish bepul. Keyingi martada faqat pul to'laysan $100 dan. Undan ko'ra mashinamni sotib 10 marta o'tirganim yaxshi ekanda. Bo'ldi, tak. Hozir meni o'tirib olay, kutib tur, sen o'tirib olding, o'zi chizib haydab ketmoqchi bo'layapsan, bilmayman. Hop, mana bismillah, qani hayda aka. Hayda deb o'zim rolda o'tiribman-ku. Hozir ketdi bo'lmasa haydayman. Shofer hammasi yaxshi biladimi? Qo'rmanglar, hammasi mening nazoratim ostida. Rolda kim? Rolda o'zim, tanimaysan, bo'ldi, o'sha yerda to'xtataman hozir. Tak, u yoqqa haydasam, bu o'zi garaj kichkina. Mana bu ko'cha chirog'i turibdi buni ustiga. Hozir eshikni yopayman. Eshik yopilmayapti-ku, nima bo'ldi? Buzib qo'ymagan bo'lsam-ku yaxshi. Eshikka men atpijetga qo'yganman. To'xtab tur, qo'lizim bilan yopla. O'zim yopaman, kutib tur. Kel tezroq, yopilmayapti. Mana bo'ldi. Ko'ryapsan, bu meni qo'limga moslashganda. Mana ko'cha chirog'ini olib tashlash kerak. Teknologiya qilgan ekanda unda kompaniyalar. Dahshat chiqqan rostdan mashina. Qarorchi, devolni buzasan, buzganingdan keyin esa qurilishni davom ettirasan. Mana bir ikkita ishim bor, o'shalarni qilib kelaman. Birinchi senga qurol asbob uskunalarni ko'rsatishim kerak. Qanday qurol asbob uskuna demoqchi edim. Mayli, kirib olayinchi. Menga topor, kirka, yana bitta o'zing kirib ol, nima kerak bo'lsa ham. Mayli, mana kirib olyapman. Topor, kirka, yana bu yerlarni olish uchun kerak bo'lib qoladi va chiqaylik. Ketdi, yur, mayli. Davay, ishni boshlagin. Mayli, mana chiqyapman. Xo'sh, men eshikni yopib ketaman unda. Bir ikkita ishim bor, o'sha ishlarni tez qilaman-da, siraj yoningga qaytib kelaman. Keyin birga qilamiz. Mayli, toshlarni tayyorlab ketmading, o'zim toshlarni olib olaman-da. Oladigan joylarim bor, chunki oladigan joylarim bu jitellarning uylari. Shuning uchun birinchi bo'lib yog'ochlarni olib olishim kerak, ya'ni yog'ochlar emas, taxtalar. Shu taxtalarni olib olishim kerak. Birinchi yonini bajarib olaman. Chota bo'lmayapti. Bu effortless building yordamida qilib bo'lmadi. Ustiga chiqish kerak. Shuning uchun qo'lda qo'yib chiqaman yonini, keyin chekkalarini qo'yib chiqaman. Birinchi shu yonini qo'yib chiqsam, keyin chetiga toshlar qo'yishim kerak. Toshlarni olishim kerak. Borib endi bularni inventarga olib qo'ysam, takkoy bo'ldi. Endi bularni toshlarni qo'yib chiqaman yonlariga va bu bilan teng bo'lib qoldi. Bu yog'ochni olib tayyorlashim kerak ekan. O'zi bu yog'och kerak emas, birdaniga qo'parib tashlayman va keyin bu yerni ochib
yon tarafdan qo'yishim kerak. Baribir bu foyda bermaydi. Shuning uchun olib tashlashim kerak. Menimcha meni quyosh urganga o'xshayapti. Chunki buni kirka bilan olib yotganimga o'zi qiziqqan bo'lsalaring kerak. Shuning uchun birinchi bo'lib yog'ochlarni olib chiqaman. O'zi yog'ochlar ham ko'p ekan. Yetadi menimcha, yana ham bilmadim. Balki yetmay qolsa Jo'xaga telefon qilsam uchib kelsa kerak. Birinchi endi toshlarni olib chiqamiz. Bu yerdan qo'shish kerak. Juda katta bo'lyapti menimcha. Ikkita mashina sig'sa kerak. Menimcha shunaqa. Chunki katta ehtimol bilan bu katta qilinayotgan bekorga bo'lmasa kerak. Jo'xa katta ishga kirgan bo'lsa kerak. Chunki bu shahardan ketgani uchun omadi keldimikan bilmadim. Shunaqa bo'lsa kerak. Katta ehtimol bilan bu toshlarni qo'ydim. Endi toshlarni olishim kerak. Juda ham ajoyib toshlarning makoni bor. Mana shu yer. Mana shu yerdan olib olay. Mer yo'q, bitta ham qishloqi yo'q. Aytgancha, bu qishloqqa 97-qishloqqa ketganda to'y bo'layotgan ekan. Tog'asining jiyanining, amakisining jiyanini to'y bo'layotgan ekan. Shu uchun ketganda endi men bu yerdan bemalol qurilishini qilsam ham bo'lar ekan. O'zi bu toshlar bo'lar ekan, lekin juda ham ajoyib qilib qo'ysam, undan ham zo'r bo'ladi. Endi bu yerdan cho'plarni olib tashlashim kerak. Nima deb qo'ydim? Tushunmay qoldim o'zim ham. Ha, bularni qo'yib chiqishim kerak. Yana qo'yib yubordimmi? Qo'lim nimamday qiyshiq bo'lib qoldi. O'zi shu bugun shunaqa qiyshiq bo'lgan ekan. Ha, mayli endi e'tibor bermaysizlar. Mana shunaqa yerlarni olib boshlash kerak. Yerlarni ham takkoy qilib beraman. Juda ham ajoyib qilib beraman. Xullas, juda yaxshi bo'lsa kerak. Video oxirigacha ko'rsalaring o'zi shunaqa yaxshi bo'lib qolsa kerak. Bo'ldi. Endi bularni o'rniga toshlarni qo'yib chiqsam, tak, yaxshi. Bitta joyi juda ham chuqur bo'lib qoldim ekan. Shunaqa chuqur bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Juda ko'rinmay qoldim. Endi mana shu bitta joy qoldi va juda zo'r. Endi bu cho'plarni nimaga olyapman, tushunmay qoldim. Ha, mayli endi bu yerdan yonidan qo'shib chiqaman va bo'ldi, menimcha mana shu yoni qoldi. Mana shu yonini qo'shib yuborsam, juda sal yomon bo'ldi. Chunki bitta mana shu cho'plarni qo'yganim neto bo'ldi. Nimaga desalaring, mana shu to'rt tarafidan bo'lgani. O'zi bitta uyni qurib ta'mirlash kerak edi. Ya'ni buzib qurish kerak edi. Shu buzib qursam yaxshiroq bo'lardi. Endi mayli, qo'shib chiqsam ham qo'shib chiqaveraman, lekin juda ham takoy mashinalardan ikkita sig'adi. Katta mashinalar sig'maydi bu yerga menimcha. Jak yaxshi meni ko'rmayapti. Agar ko'rganda bo'lmidi telefonni yashirib qo'yayotganimni sezib qolsa, mendan xafa bo'lsa kerak. Ha, mayli xafa bo'lsa, men bir hazillashdim deyman-da. Hazil to'g'ri tushunadigan odam, chunki u o'zim bratichkam, jiyanim bo'ladi. Buni ustiga shogirdim. Xo'p, bir amallab chiqqanman. To'g'risi devorga osilib sakrab yurishni yaxshi ko'raman. Maymunlar o'shana qiladi-yu, atak men maymun emasman. Tak telefonni hozir shu yerga ko'mib ketaman. Ustiga chang tushmasligi uchun esa eshik qo'yib qo'yaman. Shunda Jakni ko'ngliga ozor yetmaydi. Ya'ni chang bo'lib qolsa u xafa bo'ladi, chang bo'lmaydi. Qarochi ketdim. Menimcha ko'rmadi meni. Tak, mana she'rlar qolgandi. Mana bularni ham bitkazdim. O'zi bitib qolgan bo'lsa kerak. Jak bitib qoldimi? Ha, mana bitib qoldi. Mana she'r qolgandi. Mana shu blokni olib olay. Ha, tezlashtir. Men fakellarni olib qo'yam, o'zim kerak bo'ladi. Mana oldim. Endi mana shu eshikni o'rnatib boshlasam, eshiklarni o'rnatish uchun tepasini bergansan, pastini bermagansan-ku. Ha, ber, o'zim o'rnataman mayli. Mayli, mana beraman. Tepasini o'rnatib beray. Past ham qolgan ekan, mana shu pastni ham olishga harakat qildim, lekin ola olmadim. Mayli, men tayladim. Obke o'zim qila qolay tinchgina, chunki bunaqa ishlarda bilasan, o'zim professional bo'lib ketganman, eshik qo'yaverib, lekin baribir rostdan ham pastki qismi qadar uzilib qolar ekan. Bitta ochib yopsak, olam guliston bo'ladi. Mayli, ko'raylik, endi ochib, beri qolib ketdi-ku. Aytdimmi, bitta ochib yopsak to'g'rilanib ketadi. Hozir men buni olib tashlab joyiga qaytarib, bu yerda yopchi. Mana yopdim. Hozir tagiga qo'yamiz, birlashib ketadi, ko'rasan. Men bilaman-da, buni avval qilib ko'rganman. Texnologiya dahshat-ku. Ko'rdingmi, bilaman dedim-ku. Endi borib mashinani olib kelib, bu yerga joylashtirishimiz kerak. Ketdik, mashinaga o'tiraylik. Mashinaga o'tirish juda ham zavqli ekan, juda ham zo'r ekan. Meni mashinam bo'ladi-yu, zavqli bo'lmaydimi? To'xtada, uyingga. Bo'ldi, bormaylik, to'xta. Mayli, yur boraylik. Kichik guringlashaylik, o'tirib PUBG o'ynaymizmi, shunaqa qilaylik. Yangi telefon olganman-ku. Uyingga kelmaganimizda yaxshi bo'lardi-da. Ha, mayli, o'tiraylik. Kelchi, PUBG o'ynaymiz. Necha FPS ochadi telefoning? Telefonim 90 FPS ochadi. Davay, o'ynaymizmi? Davay, o'ynaymiz. Mana telefonimni olayinchi. Tak, telefonim qani? Telefonim qayerga? Qayerga ketdi? Men qayerdan bilay? Ko'r u yoq bu yoqni. Menimcha sen olgansan. Sendan boshqa hech kim olmagan. Sen hozir kelding-ku. Jinnimisan, men qayerda olaman? Chunki qishloqlar olmagandi. Shuncha paytdan beri qishloq olmagandi. Sen kelding, birdan yo'qolib qoldi. Ha, mayli, yur, topib beraman. Qancha berasan? $100 beraman. Aldama. Aldamayman, olgandan keyin beraman. Ha, bo'pti, yurunda topib beraman. Faqat qara, ko'zingni yumib turasan.
Mayli, ko'zimni yumib turaman. Men shu mashinani berib yuborsam, topib bersam. Meniki emas-ku, boshqaniki-ku. Ha, mayli, bo'pti. Unda hozir qarab tur, kel ortimda. Men xazina topdim deb senga ko'rsataman. Mana shuni ichiga kirsang, turibdi ichida. Kim yoshirgan bo'lsa kerak. Bilmadim endi uni kim yashirgan, o'zi biladi kim yashirgan bo'lsa. Jitelmasammi? Jitellarni qo'ldan kelmasa kerak. Chunki jitellar ular buni ishi yo'qda bunga. Ha, bu bilmasam. Men yashirganim, balki yashirgandirman. Sen yashirgansan bu yoqqa. To'xta, qochib ketma. Ha, yetib ololmaysan menga. Qachon yetganding o'zi? To'xta, qochib ketma. Nima qilasan yetib olsang? Yetib bo'lsam o'ldiraman. Nimaga yashirding? Yo'q. Tegmasang to'xtayman. Tegsang agar to'xtamayman. To'xta bu yoqqa, gapim bor. Yo'q, to'xtamayman. To'xta dedim, to'xta, mayli qo'ymayman. Ha, bo'ldi, nima gap? Bo'ldi, kel mashinani joylashtiraylik bo'ldi. Ha, mayli, yur, davay. Hozir men haydayman, sen yonimga o'tirasan doimgidek. Ket, tezroq ket. Mayli. Mana o'tirdim. Davay, hozir eshikni ochmayapmiz-ku, to'xtamay borib eshikni ochib kelayin. Mayli, mashinasiga gap yo'q ekan. Vau-ku. Hozir davay haydayman, ehtiyot bo'lamiz. Kamerlarni taqamiz. Ehtiyot bo'lib ketdik. Davay, hozir mana asta-asta buraman. Vah!